Boylar bilan kambag'allar orasidagi farq bilasizlarmi nimada? Kambag'al odam dunyoga moslashishga harakat qiladi. Boy odam esa dunyoni o'ziga moslashtirishga harakat qiladi. Shuning uchun ham jamiyatimizning taraqqiyoti doimo boylarga bog'liqdir. Men unday deb o'ylamayman. Meni nazarimda bu dunyoda boy ham yo'q, kambag'al ham. Bu har kimning qarashiga bog'liq narsa. Kimdirning puli yo'q, lekin har doim yonida baxtli oilasi bor. Kimdirning dunyo puli bor, lekin yonida bir-biridan soxta ko'kalardan boshqa hech kimi yo'q. Shunday insonlar borki, yeyishga noni yo'q bo'lgan vaqtda ham, sariq chaqasi bo'lmasa ham, faqir holida ham ehson qiladi. Biz bu yerda kayf va safo qilayotganimizda, ular ibodat qilib hech narsasi yo'q bo'lsa ham Xudoga shukr qilishyapti va albatta erta-kech ter to'kib mehnat qilib harakat qilishyapti. Sizlar unday insonlarni kambag'al, faqir deysiz, lekin aslida ular hammamizdan boy. Chunki ularda iymon bor, umid bor, oqibat bor, halovat bor. Bizning cho'ntagimiz boy xolos, qalbimiz esa juda ham qashshoq. Biz hamma narsaning narxini bilamiz, lekin qadrini bilmaymiz. Biz hozir o'zimizni boy deb atayapmiz, lekin o'lim kelganda shu darajada faqir bo'lamizki, sanoqsiz gunohlarimizdan boshqa hech narsamiz bo'lmaydi.